qo'y bilan shug'ullanishda go'zal yakunini obzorini qilib bermoqchiman sizlarga begim, xudo xolasa. Hozirgi kunda erkak va ayolda eng sevimli joyga aylangan chorva mol bozoridan gapiramiz. Xoldovonbek seshanba bozori. Nasib bo'lsa bugun bo'zaycha olamiz, pulimizga yarashasini. Bir $700 atrofida pul olib chiqdim. Kirib mol qo'ylarni, narx-navolarni obzor qilamiz. Yo'q demassiz bitta video qilib oling. Kimda qo'ydimi? Qo'ydi. O'g'aring, bizda simbacha bilan bir xil ekan deyapti. 3 million 200 mingga olibdi. Bizda simbacha bilan bir xil. Akajon, mashina nechi pul bo'ldi bo'zaycha? 8 million. Mashalloh, mashalloh. Aka, barakasini bersin. Seshanba bozoriga dumi bor qo'ydan chiqibdi, qarang. Qo'chqarcha ekan. 1,5 million so'm. Mayda qo'ylari yaxshi, narx-navo. Qo'chqarcha desa bo'laman aka. Voy, 1,5 kam bor ekan, qarang. Yaxshi, hozir mana shu 1,5 millionda olib boqib oladigan ekan hozir. O'rasa biz bop ekan, ama gaplashib o'tiradigan ekan. 12,5 million kam bor ekan bular. Qancha? Ey! Qarang, maydacha 9 million kam bor ya. Soliq ekan bo'laman. Kichkinada bu hali, lekin qimmat ekan. Mol bozoriga qo'shilib, qo'y bozori ham ancha baland ekan. Mana asalligini ko'ring mana. Haqiqatan ham chiroyli. $100 ga bermayapti. 2 millionga ham bermadim deydi. Mana bular ham soliq chekan. Valida 2 millionga olsa arziydi, qo'chqarcha bo'lsa. Lekin soliq 2 millionga qimmatda hozir. Qo'y bozori ham, mol bozori ham osmon narx. Video qilib o'tirmadim. Rostdan qimmat ekan, qo'yi, namoli-yu. Hozir 7,5 millionga 14 kunlikmi, 13 kunlikmi molni gaplashdik, xudo nasib qilsa novvochani olgani boramiz. 7 millionga novvocha yo'q. Endi ketdik, chini taraqalar ham 2 million deb alatdi. Bo'lmadi bugungi bozor. Bermay ketasin bobo, mana novvochasini ko'rdik xudo xolasa, lekin 9 millionga deyapti. Asal. Ketasin bermaga. Asal. Voy. Ovozi ham shunday qoldi. Chef, buni qanchaga berasiz? Aka olsa, aka bari olsa unda. To'g'rimi? Bu qizaloqni 1 oyligida olgan edik. O'rtada 2 oy boqdik. 1 millionga olganmiz. Mana xudo nasib qilib 3 millionga qo'ygan aylandi 2 oyda. Yegani ja dunyoni yemini yemagan. Endi bir 2 litr 3 litr suti yemgan bo'ldi, shu bo'yi yemga o'tib ketgan. Qo'y bilan shug'ullanishda go'zal yakuni. Ikkita qo'yimiz sotdik. Orada jindagina qo'shdikda, xudo nasib qilsa bo'zay olgani boramiz. Mana qo'ychilikning foydagarchiligi. Bismillahirrohmanirrohim. Xush kelibsizlar. Kelibsiz qani? Hoppa. Qo'yib olaveraymi? Aka, bu ketib qoladiganga o'xshayapti. Qo'ylab bermaylik, dalamadala. Ishqilib mana tepalikdan ehtiyot bo'lib tushamikan. Bismillahirrohmanirrohim. Azor. Yangi mehmonni hidlab tanishyapti-yu, xudo xolasa. Do'stimning fermasiga olib keldik. Otabek sinfdoshim. Bizga qolaversin deb, o'xsha gap so'z yo'q sinfdoshlarga. Bir 100 talar bor edi. Bor. Hozir ham 100 tami? Ko'p. Undan ham ko'paydi, ana rosa tug'di-yu, barakasini bersin. Qiz bolasini alohida, o'g'il bolasini alohida. Endi pul masalasida bu sinfdoshim-ku. Ko'nglidan chiqarganini beradi-da. Bozorga qarab. Endi do'stlarga bozordan kirib yengilroq beramiz, xudo xolasa. Sizga ishingizga rivoj bersin aka. Biz qaytdim, men borib mol olib kelishim kerak edi. Molni olib kelib olsam endi aka.